Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Azizlar, juda ko'p klientlarimiz yevropeyskiy variant ko'rsatadiganlarga, azizlar, mana shunaqa pastelarimizni arzon qilib bermoqchiman. Klechniy bo'ladi. Umuman guli bo'lmaydi buni. Ranglari ham chiroyli ranglarda. Qaranglar, har xil ranglari bor. Bitta rasmini ochib arzon qilib beramiz, qaranglar. Xolisi yashil, xolisida seri kletkani ham turlari juda ham ko'p, azizlar. Mana. Har xil ranglarda bor. Bunisi ham juda ham chiroyli ekan mana. Idealligi 230 bo'ladi. Proshinasi 2,5 azizlar. Va 50-70 dan kattagina mana bunaqa nalchkasi chiqadi. Qaranglar. Bir juft bo'ladi. Nalchkasi narxiga keladigan bo'lsa, narxi atiga 150 ming so'm. Men proshinasini ham ochib ko'rsatib beraman, azizlar. Juda ham katta. Ano, bemalol kravatilarda, spalninglarda enlaydi. Mana. Azizlar, juda ham katta. Bu esa Palidanligini ochib ko'rsatmayman. Razmeri 2,230 standartli bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, pastga raqamga aloqa chiqinglar, keyin bu yoqqa keling. Bizda buni bir kishiliklari ham bor, azizlar. Ranglarini qaranglar, vashi asal ranglarda. Narxi 100 ming so'mdan, azizlar, mana. Ranglarini qaranglar. Har xil ranglari bor. Bir kishilik gulligi ham kerak deganlarga mana bunaqa gullilarni ham olib kelib qo'yganmiz. MM brend firmasiniki, u ham MM brend, bular ham MM brend firmasiniki, azizlar. Mana. Qaranglar mana. MM brend. Hamma biladi bu brendni, azizlar. Kimga kerak bo'lsa, pastga raqamga aloqa chiqinglar. Dastavkamiz bor. Toshkent shahrida 40 ming, viloyatlarga pochta orqali chiqarib beramiz. Hammaga rahmat.